Azamcha xush qimmatli tabriklar xastalar davom etmoqda. Mana bugungi manzilimiz Berdinyo fi mustaqillik mufiga tashrif buyurib masalasi Oysha enamizni 70 yosh yubiley to'ylaban tabriklab keldik. Qolaversa Fatima enamizni ham tabriklaymiz. Hozir bu yerdan chiqib Fatima enamizni tabriklashga o'tamiz. Xudo xolasa Oysha, Fatma onalarimizni tabriklaymiz. Umr yoshlar uzoq bo'lsin, ilohim 100 yoshga kirsinlar. Mana shu farzandlarni baxtdan sog' bo'lsin. Oysha enamizni mana farzandlari Sherzodbek, Bekzodbeklar nomidan qolaversa Bunyodbeklar nomidan tabriklab keldik. Qolaversa Musaffo degan qizlari Go'zal xonim nomidan tabriklaymiz. Qolaversa Daniyor Dilshodlar nomidan tabriklaymiz. Aqti farzandi Eliyani ham nomidan tabriklaymiz. Onamizga uzoq umid tilaymiz. Ilohim mana shu farzandlarni baxtdan sog' bo'lib, hamisha xonada shunday to'yxona bo'lsin, mehmonlarga to'la bo'lsin. Oysha, Fatma onalarimizga uzoq umid tilab qolamiz. Ilohim farzandlarni baxtdan sog' bo'lsin, oilasiga bosh bo'lsin, 100 yoshga kirib bilsinlar. Tabriklaymiz, tug'ilgan bo'lsin, bir yoshliklarda sanab aytaman. Nega bugun onamning tug'ilgan kuni ekan, 70 ga kirgan. Umr yoshi uzoq bo'lsin, oldimizda sog' salomat o'ynab kulib yuraversin. Shu ukalarimizning nomidan, ayapamning nomidan tabriklayman. Tog'alarimizga uzoq umr bersin, kelganlarga rahmat. Sog' bo'lsin onamiz. Albatta. Enamni tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. 70 yoshi muborak bo'lsin. 100 yoshlarga kirishini tilayman. Enamni tabriklayman, 100 yoshlarga kirib bo'lsin, baxtimizga sog' bo'lsin, oldimizda o'ynab kulib yursin. Enamni tabriklayman. Ena tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman, 100 yoshga kiring. Ena tabriklayman, 100 yoshga kiring. Ena tabriklayman, 100 yoshga kirsin. Ena tabriklayman, 100 yoshga kiring. Enamizga tabriklayman 70 yoshi bilan. Xudoy bolalarni olmasa salomat yursin. Aqtiq cho'liq yo'lchilarni ko'rib o'tirib, Svetga bo'lgan kunlar bo'lsin, qo'shilib yoshlarimiz muborak bo'lsin. Opamni tabriklayman 100 yoshlarga kirib, o'zimizda sog' bo'lsin. Opam tug'ilgan kuni bilan tabriklayman, oldimizda sog' salomat bo'lib yuravergan, 100 yoshlarga kiraversin. Ertaga baqcha palanslarga shirata tabriklaymiz yana deb. Habib aytdim. Tabriklayman de. Intizor aytara. Ena tabriklayman, 100 yoshga Rahmat. Buyurun. Bugün YouTube kanalına tabrikler, hasadara çigitler hizmetinizde bile Oysha onamizni 70 yosh yubiley to'ylar bilan tabriklab keldik. Bular farzandlari Sherzod akam, Bekzod akam, Bunyodbek, Muzaffar qizlar nomidan qolaversa, Daniyor Dilshodlar nomidan Aqti Eliyobek nomidan tabriklaymiz. Otamizga uzoq umr tilaymiz, ilohim 100 yoshga kirgay. Qolaversa mana Fatima onamizni tabriklaymiz, ilohim xo'sh, 100 ga kirsinlar, baxtli oilasi baxtdan sog' bo'lsinlar, 100 ga kirib bo'lsin, hamisha xonada bo'lsin, xonada bo'lsin, mehmonlarga to'la bo'lsin. Tabriklaymiz Fatima onamizni, tabriklaymiz Oysha onamizni, tabriklaymiz. Tug'ilgan kunlar qutlug' bo'lsin. Keling qarsaklar bilan birga tabriklab qo'yamiz. Baxtimiz sog' bo'lsin. This is
Tabrikimiz Oysha onamiz 70 yoshida to'ylanib o'tgan ilohim yuzga qilsin. Kelgusida tabrik etganimiz Oysha onamizni hojati bo'lib tabrik etayotganlar. Sizlarga nasib etsin. Hamisha xonadonda shunday to'yxona bo'lsin, mehmonlarga to'la bo'lsin, bular farzandlarni baxtli bo'lsin. Shehzod Bekzod dunyo xabarasa qizlari bilan bilan musofir degan go'zal opamizni Allohdan tabrikimiz. Qolaversa Daniel Kellar Shahron nomidan Elbek farzandlar nomidan tabrikimiz. Qolaversa mana shu tashrif buyurgan barcha mehmonlar nomidan opa-singillar nomidan tabrikimiz onamizga uzoq omad tilaymiz. Keling hamma birga tashrif toplangiz qo'yamiz onamizga. Qarsaklar bo'lsin, tabrik qilamiz. Qarsaklar tabrik qilamiz onamiz 70 yoshida to'ylanib o'tgan ilohim yuzga qilsin. Happy birthday to you. Hurmatli mehmonlardan tabrik so'zlashim shu Oysha onamizga qolaversa mana shu xonadonga bizlarni yaxshiliklar bildirib qo'ysin. Yana bir bor assalomu alaykum, xush kelibsiz. Bering Fitur kanalga tabrik loyihasi doirasida xizmatimizda mana shu tashrif buyurgan ota-onalar, onalarimizni bir yaxshilik qilishimiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Yüzüne getiriyorum. Artık çavukların kılıklarında başı öğretiyoruz nesip etki. Karlık geçim suyu bir geç Kudayım. Sağ olun. Dileklerim sevmemiz kavlu kolay. Hepimiz tuğan kıllarınız kurulsun. Bağlarınızın kızlarının reyatını görürüz. Yüzdesen yine bir mertebe tuğan kıllarınız kullarak olur. Yine diyor. Yine diyor. Yine tebrikliyiz. Ömrünüz uzak olsun. Hem benim baktığına sağ yürüyün, yüz getirin. Yüz getirdiğinde inşallah oturuş nasip etsin hem gel. Yaxşı boğazdan boğazınız, ömrünüz uzak olsun. Hoşlanmış şu ayetiniz. Aytganlarga javob qilsin, chiroyli qarsak qilib qo'ysin. Keling. Assalomu alaykum. Yine hoşlantıda yaşasın olsun. Benim baktığımızda soğuk olan.